Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga Qo'shko'l avtosavdoni Taza bozorindagi Lacetti, Nexia 3, Cobalt, Spark, Nexialarimizni narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda yozilgan narxlara birov sizlarni majburlab yo boshqa aytib qo'yib, bu gapni aytib turganimiz sababi kommentariyamizda ayrim bir negativ insonlar öz fikrlarini bildirib turibdi ekan, negativ fikrlarini, ya'ni bu mashinalar qimmat, bunday yetishim olmaydi, nechun chiqarib tursan. Men prosta bozordagi narxlarni ko'rsatib turibman sizlarga. Bu bozor o'zlaringiz xohlagan narxlarni aytib, bemalol savdolashib asoslar bo'ladi. Bular ham, masalan, sotaman 1-2 so'm pul ishlayman deb narx yozib qo'yibdilar. Sizlar ham o'zima bo'lsin deb savdolashib arzon narxda olasizlar. Esa savdo jarayonini boshlaymiz. Uzr, savdo jarayonida beribman. Narxlarni tanishtirishni boshlayman. Videoni tomosha qilishdan oldin obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoga like bosib, tarqatib podishasizlar. Sizlar orqali kimdir bu mashinalarni xarid etishi mumkin. Ketdik esa. Birinchi mashinamiz Lacetti 2007-yil, bu koreyskiy variant ekan. Optra stoplari qo'yilgan, avtomat 315 000 km yuribdi ekan, metallari bor. Mashinamiz avtomat. Ya, ko'rishingiz mumkin. Pioneer matfollar qo'yilgan. Oynalari qo'yilgan. Chexollari normalniy, toza. Xo'sh. Mashinamizning metallari bor ekan. Narxina keladigan bo'lsak, 75 million so'mda turibdi ekanlar, kelishib asoslab bo'ladi. Keyingi mashinamiz Nexia 3, 77 000 km yurgan ekan, 2018-yil, metallari bor. Mashinamiz shumka atilgan ekan, kraskalari 100% toza, rodnoy, 104 million so'm. Bu mashinamizdan bemalol kelishib asoslab bo'ladi. Top-toza bo'lib turibdi ekan, chexollari, poliklari, salonlari hammasi toza. Qo'jalar qo'yilgan. Xo'sh, metallari bor aytdim. Shuncha bo'lgan. Keyingi mashinamiz Lacetti. 2013-yil, 235 000 yurgan ekan, metallari bor, kraskasi 100% rodnoy ekan. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, bunga chexollar qo'yilgan, poliklar döşelgan. Aytib o'tganimdek, metallari bor. Kraskasi 100% toza, 95 million so'm ekan. Buni ham kelishib asoslab oladi. Keyingi mashinamiz Spark. 230 000 yurgan ekan, 2019-yil, metallari bor. Krel kapotining yuzunda kraskasi bor ekan. Ular yo'q, yuzunda bo'lsa 90 million so'm ekan. Keyingi mashinamiz Spark 2014-yil, 110 000 yurgan ekan. Metallari bor. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Chexollar döşelgan. Aytmoqchi, bu mashinamizda diskalar ham qo'yilgan. Salonni ko'rsatib o'tdim. Monitorlar ham qo'yilgan ekan. Kamchiliklar uchun ming bor uzr so'rayman. Endi hammada kamchilik bo'ladi. Mashinamizning narxi 70 million so'm ekan. Oldindan 20 million so'm berib turib, 3 million 900 ming so'mdan olib chiqsangiz ham bo'ladi ekan. 3 yil chiqadigan bo'lsa 3 million 900 dan boshlanadi, oylik to'lovi 1,5 millionda tugaydi. 20 million so'm bilan olib chiqsangiz bo'ladi 3 yil. 2014-yil. Keyingi Nexia'miz bu kamdan kam uchiradigan Nexia'lardan top toza 18 000 km yuribdi ekan hali mashinamiz. 2015-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi 100% rodnoy, top toza aytganimni. Metal ham yo'q hali. Benzinda yurgan 18 000 km. Noda turibdi. Hamma narsasi o'ziniki. Mashinamizni narxini 98 million so'm deb qo'yibdi ekanlar. Endi kelishib asoslab bo'ladi. To'g'ri qimmat turgan bo'lishi mumkin. Bemalol ustunda kelishib, savdolashib, dim arzon etib asoslar ham bo'ladi. Keyingi mashinamiz Nexia 2015-yil, prostoy gidravlika ekan. 191 000 yuribdi ekan, metallari bor. Zenglari ishlangan ekan. Mashinamizni 67 milyon so'm tushirib ekanlar, 75 milliondan 67 milyon so'm arzonlatibdilar. Yana ustunda kelishib asoslar bo'ladi.
Keyingi maşinimiz BAM 2016-cı ildə işləb çıxarılan 90 min yürüyən ekan metalları var. Kraskası 100% radmı 81 milyon somda qoyut deyirlər. Buna mı gəliş basazlar boladı. BAM taze ekan. 26 milyon bilan optik kesizlərəm boladı ekan kreditə. 2010-cu il 187 min yürüyən metalları var. Zəngləri işlənə 54 milyon soma. 21 milyon som bilan optik kesizdə boladı ekan. Keyingi Nexia'mız 2014-cü il işləb çıxarılған 170 min yürüyən metalları var. Zəngləri işlənən ekan 73 milyon soma. Bu 73 milyon som deyəndə şu pula alış gərək deyənimiz. Buna üstündə gəlib savdalaşıb asazla boladı. Keyingi maşinimiz 2016-cı ildə işləb çıxarılған 141 min yürüyən metalları var. 100% radboy 72 milyon som ekan. Bu normal ekan. Səsçeynəsinə pulunu arz edir. Şunu isə qızıq görsəsə boladı. Buna savdalaşıb asazla boladı. Hələ abunə olmadınızmı? Podpiskanı basın YouTube kanalda. Üçüncü maşınlara ötür verməslik üçün YouTube kanalına abunə olub qoyun. Keyingi maşinimiz 2009-cu ildə işləb çıxarılan 270 min yürüyən metalları var. Kraskası var ekan. Tak, neçə? 35 milyon soma. 35 milyon soma nə eksikliğine? Normal neyini? Arzallara bax. Yenə savdalaşıb asazlara boladı. Nexia 1. Görəmiz. 2000-ci ildə işləb çıxarılan metalları var. 33 milyon soma. 2010-2009-cu ildə işləb çıxarılan 194 min yürüyən metalları var. Zəngləri işlənən 48 milyon soma. Balonlara qoyulan. Keyingi Nexia'mız 2012-ci il işləb çıxarılan 159 min yürüyən metalları var. Zəngləri işlənən 60 milyon soma. Şimdi maşınla ötküzü verməslik üçün kanala abunə olub qoyun. Videonu tərk atın. Siz arkalı kimdir maşını alıb qalışı mümkün. Həməgə rəhmət. Kəmçiliklər üçün üzr soruyum.